Arzon pechat bilan sifatli qimmat pechatning asosiy farqi nimada? Faraz qilaylik, mana bu oddiy qolip hisoblanadi. Biror tashkilotga pechat urgani borsangiz, siz gubkasi bilan birga olib borishingiz kerak va deylik stol ustiga qo'yib, buni ochib, urib, keyin pechat uriladi. Lekin sifatli pechat olsangiz, bu kamgina qimmatroq hisoblanadi, lekin gubkasi o'zida, rezinkalari o'zida va ochishingiz bilan tayyor holatda bo'lib bosiladi. Va bu qarshi tarafda o'tirgan shartnoma egasiga boshqacha effekt beradi. Pechat tanlayotganda odamlar qanday xatolarga yo'l qo'yishadi? Demak, pechat zakaz berilganda pechat qiluvchi joylar odatda pechat va shtampi bilan birga shuncha bo'ladi deb narx chiqarib berishadi. Aslida esa shtampni hozirgi kunda 90% vaziyatlarda deyarli keragi yo'q. Shuning uchun zakaz berganingizda faqat pechatni o'zini zakaz bering, shtampi kerak emas. Pechatda bitta harf xato bo'lib qolsa, uni tuzatish mumkinmi? Yo'q, afsuski yo'q, uni tuzatish ham, ishlatish ham mumkin emas. Sababi yuridik kuchga ega bo'lmay qoladi. Shuning uchun buyurtma berayotganingizda ham, buyurtmangizni qabul qilayotganingizda ham har bir harfiga yaxshilab e'tibor bering. Agar men ham pechat buyurtma bermoqchi bo'lsam, menga nima maslahat bergan bo'lar edingiz? Pechat tayyorlamoqchi bo'lsangiz, kompaniyangizgami, shaxsiy kutubxonangizgami, shaxsiy biznesingizgami, albatta logotipli qildiring va logotipingiz sizni ishingizni ko'rsatib tursin. Shunda siz qarshi tarafda turgan shartnoma egalarini oldida juda katta taassurot uyg'otasiz, ishonavering. Biz har xil turdagi pechatlarni tayyorlab beramiz va butun respublika bo'yicha ham yetkazib beramiz.